Lionel Messidan faoliyati davomida urgan eng yaxshi gol qaysi ekanligini so'rashdi va uning javobi shaxsan meni hayratga soldi. Aytishimdan oldin futbolga oid ajoyib sahifaga, ya'ni mana shu Instagram kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Messi faoliyati davomida o'nlab chiroyli gollar urgan, hattoki bir o'yinning o'zida ham bir nechta chiroylilarini kiritgan. Shaxsan men uchun uning Liverpoolga jarima zarbasidan kiritgan goli eng chiroylisi hisoblanadi. Messi jarima zarbasidan bir nechta chiroyli gollar kiritgan bo'lsa-da, Liverpoolga urgan goli haqiqiy san'at asari edi. Yokida uning Ankara Messi nomi bilan tanilgan golini ham alohida e'tirof etsa bo'ladi. Messi o'shanda raqib futbolchilarni birma-bir aldab o'tib, chiroyli gol urgan. Ammo Leo bu gollardan hech qaysisini eng yaxshisi deb hisoblamaskan. Messining o'zidan bu haqida so'rashganida shunday javob bergan: "Faoliyatim davomida ko'plab gollar urganman, lekin bular orasida men uchun eng muhimi va qadri balandi Chempionlar Ligasi finalida Manchester United darvozasiga bosh bilan urgan golim", deya javob bergan Lionel Messi. Do'stlar, mualliflik huquqi sabab bu videoda ushbu golni ko'rsata olmadim. Agar sizga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib, o'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Instagram biosidagi silka orqali o'tib, golni tomosha qilishingiz mumkin. Siz qaysi golni Messi urgan eng zo'ri deb bilasiz?